Assalomu alaykum, Milliy choy ko'rsatuvini bu galgi mehmoni Namanganda eng taniqli blogerlardan biri Inom Life, ya'ni Inom aka. Assalomu alaykum Inom aka, xush kelibsiz. Sizni Shohsomsada ko'rganimizdan xursandmiz. Sizga 3-4 ta savollarimiz bor. Shu savollarimizga javob bersangiz xursand bo'lamiz, aka. Savollardan boshlasam. Bemalol. Istoriyalaringizda ko'proq Malibini ko'ribman. Endi niyat qachon aka Malibu olish? Niyat sherik olganmiz. Misol Qazibutda birgalikda o'shnam bilan yurg'izamiz. Olganmiz, minutda tushunib yetdim Malibuda rasvod katta, shahar ichiga Spark Vigidni, uni pulini boshqa narsaga yo'naltirgan yaxshi deb topdim. Lekin olamiz ham. Hop, Inom aka, mana Shohsomsaning yangi ko'rinish dizaynlari, milliycha hamda Shohsomsada bir og'iz fikringiz aka? Shohsomsani shaxsan fikrim konkurent yo'q, zo'r. U hammaga xalqqa yo'q edi. Shunchalik qilib turishni o'zi bo'lmaydi. Shunchalik joningizga sog' bo'lsin, xalqqa xizmat qilasizlar. Hammani shu taklif qilib qolamiz, zo'r Shohsomsa. Shohsomsada mana 11 xildan ortiq somsalar bor. Ko'proq sizga qanaqa somsasi yoqadi aka? O'sha sirligi yoqadi ko'proq. Ko'pchiligiga sirli yoqadi. Keyin ko'klik ham bor ekan, bir ikki yeb ko'rdim. Ko'klik bugundan avashni boshlaganmiz, vaqti zo'r bo'lgan. Hammasiga rahmat. Inom aka, endi birinchi savolim. Endi savollardan boshladim. Bemalol. Bu hammaga qiziq bo'lsa kerak, birinchi savolim aka. Qazili hot-dog hammaga qiziq. Ochilish tarixi, ya'ni kim yaratgan aka? Shuni to'liq ma'lumotini bersangiz, biz xursand bo'lardik. Yaqin o'g'aynim yaratgan. Ismlari Sobitxon. Sherimiz hozirgi kunda oson bo'lmadi, shunchalik qilish. Juda ko'p tarixda yaxshi yomon xotiralar o'tdi. O'zingizlar shu sohani ichidasizlar. Buni ushlab turishni o'zi qiyin narsa. Chunki xalqqa sifatli xizmat ko'rsatish qiyin narsa. Shu cho'qqacha yetdi, biz ham sizlarga o'xshab mana xalqimiz sevib o'zi ko'taratdi. Hozir nechta filial bor? Hozir 6 ta bo'libdi, xudo xohlasa 6-inchisi mana shu may oyida ochiladi. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Xo'p, ikkinchi savolimiz, yana boshqa bizneslaringiz bormi bu Qazibutdan? Boshqa bizneslar? Yo'q, boshqa biznes yo'q. Xudo xohlasa ishxonalarni mukammal qilamiz. Keyin boshqa bizneslarga, chunki bu bizni eng katta yurish qadamimiz bo'ldi o'zini oqiladi. Xudo xohlasa bag'ga boshqa bizneslarda o'zimizni ko'ra oladi, harakatlar bor. Sizningcha hozir Namanganda eng zo'r blogerlar kim deb o'ylaysiz aka? Endi blogerlar ko'p, doim aytibdi. Blogerlar ko'p, doim aytibdi. Hamma harakat qilish kerak. Muhimi hech kim Namangani sharmanda qilib qo'ymasligi kerak. To'g'ri. Bir-biridan ko'p. Mana Sardorxon, o'zimizga yaqin Qayumov. Birgalar doim. Bekchilar bor, zo'r ketibdi. Bekchi jamoat. Hasan, Qobiljiga shunaqa ko'proq. Muhammadxon olib kirib tashlaymiz, zo'r ketibdi. Kundan kunga ko'p. Hammasi bilan yaqinmiz, hammalariga omad. Xo'p, aka, to'rtinchi savolim. Bu ham menimcha hammaga qiziq bo'lsa kerak. Nega aynan Spark bu mashinaga shunchalik mehr bergansiz aka? Endi aytadi-ku, haligi maqtansang ham Tiko bo'lsa ham o'zingnikini maqtabman deydi-ku. Shunaqa, endi shahar ichiga Vigidni o'zim yuraman. Qiziqish. Shunaqa, oddiy. Hop, 5-savolimiz. Hayotingizdagi eng katta xato aka? Eng katta xato shu odamlarga ishonish bo'ladi. Ishonasiz, ishonchi haligi ishonch qozonish qiyin, lekin uni suiiste'mol qilish birdaganda deydi-ku. To'g'ri. Oxirgi savolimiz, keyingi bloger kim bo'lishini va unga qanaqa savolingiz bor? Unga savol-ku yo'q. Chaqiraydi, hamma blogerlar kelishsin, zo'r ko'rsatuv. Har qancha bir-birimizdan foydalanishimiz kerak, chunki men kecha internetda bitta narsa ko'rib qoldim, shunaqa biznes yurg'izitganlar, shunaqa kontent qilitganlar, bir-birini joyiga bo'rish kerak. To'g'ri. Chunki borsangiz, buni ko'rgan odam ham, misol biz Qazibutda ishlab Shohsomsaga kelamiz misol. Ko'rganda odamlarda tushuncha bo'ladi, bular ham Shohsomsa edi, yo sizlar Qazibutga borsanglar, bular ham hot-dog yeydi.
Bu juda ham kerakli narsa deb bilaman. Shuning uchun blogerlar kelishsin, qobilchiga bor chaqiraydi. Bekchilar ham, ularda ham xotirjam chaqirsani taklif qilib keladi. Namanganda hamma blogerlar bir-birini podдержка qilsa, yanada Namangan shunchalik tanilib, o'sish tez bo'ladi, lekin hamma bu narsaga to'g'ri qarash kerak. Hamma to'g'ri maqsadda foydalanishni bilsa, hamma bir-biriga ishiga ochiq blogerlar. Xo'p, endi Inom aka, bu galgi mehmonimiz kim aytaylik aka? O'zingiz aytib bering. Kimni chaqiraylik? Bizni hurmat qilib kelishsa, biz xursand bo'lamiz. Yagoni chaqiraylik, Yago. Keyin bir bo'l. Keyingi mehmonimiz Yago. Kommentariyada yozinglar. Aziz aka, sizni bu safar Shohsomsida kutib qolamiz. Inom aka, rahmat. Sizlar ham o'tinglar qazib o'tishga. Rahmat aka. Inom aka, bosh homiyimiz Shohsomsa tomonidan ozgina sovg'amiz bor edi. Joyingiz sog' bo'lsin. Mana shunaqa, mana kelganimizda shunaqa xursand qilib, zo'r xursandman. Barchani kelishini tavsiya qilamiz. O'zimizga ham rostdan yoqadi. Yoqmasa kelmasdi. Hammaga tavsiya qilamiz. Rahmat aka. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu safar Yago sizni kutib qolamiz.